Siz yozgan xabarlarni begonalar o'qishni istamaysizmi? Unda bu uslub aynan siz uchun. Demak, xatlarni shifrlash Julius Caesar usuli bor. To'g'ri kvadrat nomli usulni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda shifrlangan xabar bor. Xo'p, buni qanday ochiladi? Buni ochishni o'rganganimizdan keyin o'z-o'zidan shunday xabar yozishni ham o'rganib olasiz. Buning uchun, demak, bu shifrlangan xabarni ochish uchun harflarni sanab chiqamiz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demak, harflar yig'indisi 16 ga teng ekan. Demak, Julius Caesar usulida, ya'ni to'g'ri kvadrat usulida harflar yig'indisi har doim mana shu kvadratga ega bo'lgan sonlardan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni 16, 25, 9, 36, 49 va bu uchun siz aynan matematikada kvadrat chiqarishi, kvadrat ildiz chiqarishni ham bilishingiz kerak bo'ladi. 16. Endi bundan ildiz chiqaramiz. Kvadrat ildiz chiqarganimizda demak 16 dan 4 soni chiqadi. Va mana bu harflarni hammasini 4 tadan qilib joylashtirib chiqamiz. Demak, birinchi to'rtlik. Agar bu yerda 25 ta bo'lganda 5 tadan joylashtirardik, 36 bo'lganda 6 tadan joylashtirib chiqardik. Bu yerda 16 bo'ldi. Endi 16 dan 4 ildiz chiqdi, 4 tadan joylashtirib chiqamiz. Demak, birinchi to'rtligimiz M, N, M, E. Keyingi to'rtligimiz E, G, I, V. Keyingi to'rtligimiz N, I, M, I. Keyingi to'rtligimiz I, S, D, D. Xo'p, ana endi bu shifrlangan xabarni ochishimiz uchun demak 4 tadan joylashtirib oldik. Endi so'zlarni chiqarishimiz uchun yuqoridan pastga qarab o'qib chiqamiz demak mana. Yuqoridan pastga qarab tushyapman. Mening keldi. Demak, mening bu keyingisi demak mana bu yerdan boshlanyapti. Ketdi. Mana ismim demak yuqoridan pastga tushyapmiz. Mening ismim. Demak, ismimga keldik. Endi bu yoqda mana David shu holatda ochish mumkin. Yoki bu xabarni orqaga qaytarsangiz shu holatda shifrlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir men sizga shifrlangan xabar yozib beraman. Mana sizga shifrlangan xabar. Bu shifrlangan xabarni ochganlar kommentga nima deb yozilganini yozib qo'yasiz. Kommentda kutamiz.